Menga emas, bu yoqqa savol bering, menga nima deysiz? O'rtoqlar, Qumqo'rg'ondan chiqargan Gipkamen xonadonimizga kommentariyalar kelgan ekan. Umid aka, nima uchun 90-95 mingdan qilinyapti? Sifati boshqami yoki bularda qilinish jarayonlari boshqachami, mahsulot qanaqa deb qiziqish bildirganlarga albatta bu qiziqishlaringiz o'rinli. Biz bugun Denov tumani Oxunboboyevdamiz, ya'ni Qorako'z mahallasi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, usta akalarimiz kecha ishni boshlashdi. Ya'ni bu fasadimiz xonadon egasi tanlagan oqqa qora rangda asosan. Hozir bu fasad turi haqida qisqacha To'lqin akamiz o'zi men ma'lumot beraman, o'sha savollar yuzasidan deb aynan bizni chaqirishdi. Videoni kuzatib boring. Malol kelmasa bitta like bosib, fasad qildirmoqchi bo'lsangiz, bu haqida, ya'ni Gipkamen mahsuloti haqida o'ziga kerakli javoblarni olasiz. Boshladik videomizni. Assalomu alaykum To'lqin aka. Assalomu alaykum Umidjon, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum Umid Rashidov kanali obunachilari hamda kuzatuvchilari. Mana bugun Umidjon bilan Denov tumaniga keldik. Bu yerda bitta uyimiz xuddi shu Gipkamen mahsulotlarimizdan qilib beryapmiz. Hozir ustalar ishlash jarayoni ketyapti. Denov tumani Qorako'z mahallasi ekan. Endi ayrim kommentariylarda berilgan savollarga javob berish uchun bugun syomka jarayoniga keldik. Shu uchun birinchisi bilan ikkinchisini sal orasini yaqinroq qilib, shu ko'proq ma'lumot berish maqsad. Endi sizga berilayotgan savollar menimcha shu narx-navo bo'yicha ko'proq savollar berilyapti-da. Bizda Gipkamen oldin ham aytib o'tganmiz, yana ham takror aytaveramiz, o'zingizdan xabaringiz bor. Bizda narximiz 90 ming, 95 mingdan hali tushmadik. Yangi yilda o'zi bilan bir aksiya berdik, 10 ming arzoniga, o'zining rasxotiga. Ularni ham qilib berdik. Bizda narx 90-95 bo'lganining sababi bizda texnologiya boshqada, masalan, ishlab chiqarish rossiyskiy texnologiyada ishlaymiz. Sifati ham bizda umuman boshqacha. Bu Gipkamen boshqa joylarda ham bor. Gipkamen deyiladi. Qayerdadir arzonroq 5 ming, 10 ming ishlayotganlar ham bor, topiladi, ular ham yo'q emas. Lekin uniki ham Gipkamen, bizniki ham Gipkamen. Gipkamen nomi bo'lgan bilan uni sifat darajasi bor-da bu yerda. Tushundingizmi? Bu yerda misol ishlab chiqarish jarayonida qo'shiladigan seriyalar bor, kliylari bor. Kliylarga qo'shiladigan o'zining ximika seriyalari bor. Uni qanday jarayonda qo'shiladi, qancha miqdorda qo'shiladi. Hammasini hisob-kitobi kelib chiqqan holda bizning narximiz shunga kelib taqalganda. Endi har tomonlama aytish mumkin, bemalol ayta olamiz sifatini. Shu narxiga yarasha bizda sifat shunaqa bo'lgani uchun bizda narx 90 ming, 95 ming. Endi ayrim joylarda bor. Biz o'zimizga ham telefon qilgan mijozlarimiz fikr beryapti. Falon joyda, piston joyda 80 ming ku, 85 ming ku deb bildiryapti fikrlar. Mayli, uni ixtiyori yo'q. Undan qilsa ham, bundan qilsa ham ixtiyori yo'q. Lekin har kim o'zining ishiga javob beradi-da. Shunda biz ham 80 minglik qilib chiqarib bersak ham bo'ladi. Sababi undan keyin qisishimiz kerak. Ozgina qayerdandir. Unaqa ishni biz qilib ko'rmadik, qilmaymiz. Undan ko'ra shu boriga baraka qilib, chista ishlayveraylik, kачествоni tushirmay, shu ham yetadi deb biz unaqa ish qilib ko'rmadik. Bu xonadonimiz necha kvadrat? Bu xonadonimiz hozir ko'cha qismi, ichkari qismlari ham bo'ladi. 110 kvadratmi shunday. Kecha boshlashdi, mana bugun yopishtirib boshlabdi. Mana bu shlaka blokmi, pena blokmi? Bu shlaka blok edi mana zabori. Shlaka blokning ustidan hali bir ozroq ishlov berib nima qilib qo'yibdi, yana kafilnikli tortiladi. Hozir bir slay shkatorka bo'lmaganda bu. Kafilnikli shunday tortib qo'ygan. Aynan tomonlari ham bo'ladi bu uyimizda. Mana shu pena blok ham xuddi mana shunday bo'ladi-da, ustidan. Pena blokka mana shunday qilib 2 sloy kafilnikli tortiladi-da, 2 sloy kafilnikli ikkalasini o'rtasida setka qoladi, setka qo'yiladi. Setka qo'yiladi-da, ikkinchi sloy tortilib keyin aboy yopishtiriladi. Atak pena blokka bu menimcha shu Gipkamen juda luch tushyapti hozir. Sababi pena blok shkatorka qilib bo'lmaydi. Rasxoti ko'p. Qilgan taqdirda ham trishina tushadi-da. Tashaydi, trishina tushadi. Nimaga qilsa ham bari trishina tushadi. Bizning mahsulotimiz shu trishinani yopish. Maqsad ham egiluvchan, cho'ziluvchan xususiyatga ega, hech qanaqa trishinalar bildirmaydi. Ham yengil, uyga ham yengil. Yomg'irda o'tkazmaydi ichga. Nam o'tmaydi-da devorga bu. Toshda bu. Hozir tosh o'zining maxsus kliy bilan yopishgandan keyin ustidan lak uriladi. Bo'ldi, o'sha ichkariga ham yomg'ir tegsa ham o'tmaydi-da. Yuzada aylanib tushaveradi yomg'ir. Zo'r. Zaxt o'tkazmaydi. Endi ko'proq shu kuzatuvchilaringizga tavsiyamiz, ham ma'lumot berishimiz, maslahatimiz ham desak bo'ladi. Endi managa nima 4-5 so'm arzonga uchmasdan sifatli narsaga uchgani yaxshi deb o'ylayman. Xudo xolasa, chunki bu 1 yillik narsa emas. 1 yillik narsa emas. 10 yil garantiya berib qilib berib ketyapti. Xudoga shukr, mana
Bu yil 6-yilimiz bo'lsa, hali birorta pirchina bo'lgan yo'q. 6 yildan beri men birga yuribmiz-ku, hech qanday bir pirtinza bo'lgani yo'q. Yo'q, biron joy qo'parilib qoldi yo tushib qoldi degan joyi yo'q. Mana yopishtirish jarayonlaridan ham bir ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Mana ustalarimiz ishlab turibdi. Hormang usta aka. Charchamayapsizmi? Mana shunaqa chizib olinadi, o'zini razmerlari keltirib, devorga kley surtiladi, keyin aboyga surtiladi, keyin shunday razmerga qo'yib yopishtiriladi, bo'ldi. Ustidan polni bo'lgandan keyin bitta lak o'tiladi. Shu bilan 10 yillik garantiya bosiladi. Yo'q, vashshe zo'r ekan. Mana. Hozir yana qayerlarda ish ketyapti? Hozir Uzunda ketyapti. Keyin Dinov tepasida yana bir bola degan mahalla edi. U esimda yo'q hozir. Shu Dinovda ikkita, Uzunda bitta ketyapti. Keyin Qiziriqda o'zida bitta bo'lyapti. Zo'r, barakah. 4 ta joyda bo'lyapti, Xudoga shukr. Ishlarimiz To'xtab qolganimiz yo'q. To'xtaganimiz yo'q. Endi orada sovuq sabab to'xtadik, to'g'ri? Shunday. Qor bo'ldi, boshqa bo'ldi. Mana o'rtoqlar, kleyni mana shunday surtiladi. Bu o'zining maxsus kleylari. Bu mahsulot hammasi o'zlaridan bo'ladi. Xonadon egalari mana shu uzoq joylarga yotar joy, lesa va ustalarga osh-ovqatini beriladi, bo'ldi. Qolgan mahsulot olib kelish, o'lchab ketish, mana taglar kraska, lak, hamma narsa o'zlaridan bo'ladi. Bunday olganda faqat lesa, yotar joy, osh-ovqat. Osh-ovqat bo'ladi. Agar Endi osh-ovqat bu joyda bor narsa, u usta kelgandan keyin osh-ovqat beriladi. Hashar qilsangiz ham bari osh-ovqat. Endi bitta lesa degan nima chiqqan endi bu lesamizni hozir biz ortib yurish ne stoyt bo'lib qolgan. Sababi hamma mahallada 7000, 8000 dan beryapti. Hamma yerda ko'payib qoldi. Chunki u fasadlar ham ja unaqa ko'p vaqt cho'zilmaydi. Ha, endi 100 kvadratlar necha kunda bo'ladi? 5 kunda. 5 kunda. 4 kun 5 kunda bo'ladi, xudo xolasa. Shkaturka qilingan uy bo'lsa, shkaturkaning ustidan kafilnikli tortamiz, ustidan fonni beramiz, uni ustidan aboyda yopishtirib, laklab beramiz. Shuni hammasi shu pulning ichida. Kafilnikli ham bizning hisobimizdan, tortish ham bizning hisobimizdan, fondurish ham, yopishtirish ham, laklash ham, xullas bitirib berish hammasi shu pulning ichida. Faqat bitta narsa bor, o'rtoqlar, agarda devoringiz penablok yoki gazablok bo'lsa, narxi salgina o'zgaradi. Ha, narxi rasxotiga qarab kafelnikga ko'proq ketadi. O'sha tomonlarni hisob-kitobini olib aloqaga chiqasizlar. Pastda nomerlar qoldirdik. Xizmatlar Surxondaryo bo'ylab qo'shni respublikadan Tojikistonga va qo'shni viloyatlardan Samarqand, Qashqadaryo, xullas abyomga qarab ketaveradi. Undan tashqari o'rtoqlar tunikafon qildirmoqchi bo'lsangiz ham bemalol tunikafon xizmatlarimiz ham bor. Xudo xolasa tunikafon bo'lsa ham murojaat qilsalaringiz, tunikafon xizmatlarimiz ham mavjud. Tunikafonlaringizni ham qilib beramiz bemalol. O'rtoqlar, mana qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumot berdik. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, kommentariyada izoh qoldirsangiz, keyingi videolarda biz javoblar berib boramiz o'rtoqlar. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Menda bir savol bor-da. Joydami? Joyida. Bo'ldi. Bering mikrofonni. Shu savol kerak bizga. Hozir Surxondaryoda 70%, 80% uylar paxsadan, qomishdan bo'lyapti-da, qishloq sharoitida. Menga emas, bu yoqqa savol bering, menga nima deysiz? Endi eshityapti-ku. Ha, bo'ldi. Endi qarang, baribir hammasidan so'raydi-ku. Nima bo'lsa ham. Xo'p. Shuning uchun qarang, devorda shkaturkada yoriq qoladi-da, misol uchun. Nima qildirgan shkaturka qilsa ham devorda yoriq chiqadi. Nima fasad qildirsa ham chiqadi. Bu bunda chiqadimi yo'qmi? Shu qiziqda. Yo'q, bunda chiqmaydi. Men uyimga qildirmoqchiman-da. Yo'q, bunda chiqmaydi. Bunda devorda milk trishnalar deyiladi-da. Milk trishnalar deganda shu shkaturkani o'zida paydo bo'ladigan trishnalar bo'ladi. Bu misol mana shofimiz hozir 1 sm bo'lganda, shofimiz. U yarim santi 0.7 darajalarda yorilib ketgan trishnalarni ham bu yopadi. Kafilnikli tortib yopamiz. O'sha yoriq keyin yuzaga chiqmaydi. Yarim santidan 0.6lar, 0.7largacha bo'lsa ham yopib ketadi. Lekin 1 santi, 2 santi, 3 santi devor ajrab ketadi-ku. Juda ajrab ketgandan keyin iloji yo'q. Atak yarim santilargacha bo'lgan trishinada ajramaydi. Cho'ziladi. O'zi ham cho'ziluvchan. Cho'ziluvchan-da. Cho'ziluvchan bo'lganligi sababi yopib ketadi. Atak milk trishinalar 100% yopib ketadi. Hech qanday yuzaga chiqmaydi. Chunki xarajat qiladi-da, misol hamma uyga xarajat qilgandan keyin trishina chiqqandan keyin u foydasi yo'q-da. Ha, yuzaga chiqib ketgandan keyin turib hozirlarga og'riqli savolni aytdilar. Bo'ldi, gap yo'q. O'rtoqlar, yana bitta masala. Ko'pchilik aytadi, Umid telefon ko'tarmaysiz deydi, mana qarang. Hozir syomkani boshladik, 10 minut syomka bo'lmadi hali. Shunday. 20 ga yaqin telefon keldi. Operatorimiz, adminimiz operatorlikda, men syomkada, mana izi uzilgani yo'q. Imkon qadar mana
javob berishga harakat qilyapmiz. Orada 1 minut vaqt bo'lsa ham telefonga javob beryapmiz. Uzr so'raymiz. Chunki bir kunda 2-3 ta syomkada bo'lamiz. Shu uchun imkon qadar agar ko'tara olmay qolsak, Telegramdan yoki SMS yozingizlar, qaytib chiqamiz. Barchaga katta rahmat kuzatganlaringiz va to'g'ri tushunganlaringiz uchun. Imkon qadar aytganimiz o'sha savollar bo'lsa kommentariyada yozasiz. To'lqin aka, sizga katta rahmat. Mayli, sog' bo'lasiz. Keyingi ishlarda hammaga omad, ishlariga ko'rishguncha. E'tibor uchun rahmat. Imkon darajada sifatga ko'proq e'tibor berib ishlagan Xudo odam xolasa. yaxshi. Mayli. Mayli, sog' bo'lasizlar.